Hurmatli obunachilar, videoni ko'rishdan oldin kanalga bo'lamiz. Bizda Lacetti mashinasi keldi, 1.8 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kuzov holatlari yaxshi holatda. 4 yangi balon. Salon holatlari yaxshi holatda. Mashinaga chexol taqib qo'yilgan, maytafon kamerasi bor. Mashinaga 358 ming. Oqa holatlari sizga yaxshi bo'lib turibdi manasasi. Oqa holatlari mashina metan gazda, benzinda yuradi. Mashina motor korobka ходовой hammasi zo'r. Mashina motor holatlari, mashina 1.8 motor, motorlar qichirilgan. Motor olib ketgan hali. Mashina narxi 72 million so'm. Naqd pulda kelganda kelishtirib beramiz. 25 million bilan hech qanaqa bank nasiyaga beramiz. Bizda barcha xizmatlar bor, kelaverasizlar.